Bugungi kunda korrupsiya jamiyat taraqqiyotiga jiddiy to'sqinlik qilayotgan eng xavfli illatlardan biri bo'lib, u davlat boshqaruvi, iqtisodiyot, sog'liqni saqlash, ayniqsa ta'lim tizimida salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. Agar ta'limda korrupsiya mavjud bo'lsa, bilim emas, pora ustun bo'lib qoladi. Bu esa malakasiz mutaxassislar yetishib chiqishiga hamda jamiyatda adolatsizlik kuchayishiga olib keladi. Korrupsiyaga qarshi kurash faqatgina qonunlar va jazolar bilan emas, balki inson ongini o'zgartirish orqali samaraliroq bo'ladi. Halollikni hayotiy qadriyat sifatida shakllantirish esa yoshlar ongida pora bilan emas, bilim bilan yutuqqa erishish mumkin degan tushunchani singdirishdan iboratdir.